issiqxonalardan biri. Bu 1,5 million dollarlik issiqxona. Ikkitadan oshiqroq ventilyatorlar qo'yamiz. 2 metrli, qalinligi 20 lik deb qo'yganmiz. Yerdan 2 metr balandlik. Kamyob issiqxonalardan biri. Buni balandligi 11 metr. Ichkari, tashqari hozir 35 bo'lsa, ichkari 28-27 bo'lib turibdi hozir. Deyarli barcha betdagi mahsulotlar Ali-barakadan olingan. Yevro standartga javob beradi. Birlashgan Arab Amirliklariga ham o'rnatdik Dubay shahrida. Va Ali-barakani ham ko'p mahsulotlarini olib borib qo'ydim. Hektariga 25 ming 30 ming atrofida ketyapti. Qishda ham ishlaydi bu axlatlar. Bu faqat issiqxonalarga emas, fabrikalarga, sexlarga, zavodlarga o'rnatamiz. Buni xarajati 1,5 barobar ko'proq oddiy standart issiqxonalarga qaragan. 80 metr bo'lgan hisobiga zich qo'yildi. Boya aytgan standart texnika bo'lgani uchun, sovutish qiyinroq issiqxona bo'lgani uchun bu yerga 2 barobar ko'proq ventilyatorlar qo'yildi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Biz axlajina o'rnatilayotgan jarayonga yetib keldik. Hurmatli obunachilar, ko'pchilik so'rashadi bizdan Ali Barakadan sovutish tizimi, ya'ni axlajina mahsulotlarini xarid qilishgandan keyin va buni axlajinani o'rnatadigan usta bormi, eng yaxshi usta bormi deb bizdan so'rashadi. Shu sababli biz bugun sizlarga axlajina o'rnatilayotgan jarayonga, ya'ni yetib kelamiz. Bu yerda o'z ishining ustasi va uzoq yil tajribaga ega bo'lgan Adham akam oldilari kelyapmiz. Adham aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bular Adham akamlar uzoq yillardan beri axlajina mahsulotlarini o'rnatib keladilar. Adham aka, bu necha gektardan iborat? Hozir ko'ryapmiz, har qayerdan oynali teplisi ekan. Axlajina o'rnatayotgan ekansizlar. Qancha ventilyatorlar ketyapti? O'sha obunachilarimizga aytib o'tsangiz, obunachilarimizga ham qiziq bo'ladi. Hozirgi ish jarayonimizda 4 gektarli issiqxonada ketyapti. Mana sovutish tizimlarini o'rnatishni boshlaganmiz. Tak, bu yerga hozir 200 tadan oshiqroq ventilyatorlar qo'yamiz. 4 gektarga общий. 4 gektar bitta yaxlit. 200 ga 200 razmeri bu issiqxonani. Xudo xolasa bir oylarda bitib qoladi ishimiz. Yaxshi. Keyin graduslarini tekshirib ko'ramiz. Xo'p, hozir obunachilarimizga ham qiziq. Siz bilasiz, ko'p bizani obunachilarimiz bilishadi, ya'ni mijozlarimiz bilishadi. Har bitta o'sha mahsulotlar bizdan olishayotgan mahsulotlarimizdan mijozlarimizga o'sha Adham akamni tavsiya berganmiz. Boshqa obunachilarimizga ham, yangi obunachilarimizga ham qiziq. Qancha vaqtdan beri shu axlajina bilan shug'ullanib kelasiz? O'shani aytib o'tsangiz, obunachilarimizga qiziq. 10 yildan oshdi bu sohada sovutish tizimini o'rnatyapmiz. Issiqxonaning barcha xizmatlarini bajaramiz. Bu yerda Ali-baraka bilan hamkorlikda ancha yildan beri, mana ochilgandan beri birga ishlaymiz. To'g'ri. Ali-barakaning mahsulotlari mana uyaltirmadi shu kungacha. Xudo xolasa hamma dehqonlarimiz rozi. Mana dehqonchilikni ham ko'rishinglar mumkin. Ichkari, tashqari hozir 35 bo'lsa, ichkari 28-27 bo'lib turibdi hozir. Bu O'zbekistondagi kamyob issiqxonalardan biri. Buni balandligi 11 metr. Buni sovutish ham o'zi bo'lmaydi. Buni ancha plan qilib, reja qilib, keyin o'rnatishni boshlaganmiz. Xudo xolasa ishimizga kafolat beramiz. Tushunarli. Axlajina o'rnatayotganda shu mijozlarimiz sizlarga aloqaga chiqsa, siz o'zingiz hisob-kitob qilib, qancha nima ketadi, o'zingiz kafolatlargacha ham o'zingiz javob berasiz. Shunaqa. Tushunarli. Endi o'sha ancha yildan beri o'sha Ali-barakaning mahsulotlarini o'zingiz o'rnatib kelasiz. Ko'pchilik biladi. O'sha Ali-barakaning mahsulotlari haqida o'sha qisqacha aytib o'tsangiz, sifatlari qanaqa? Sifatlari hozir deyarli barcha betdagi mahsulotlar Ali-barakadan olingan. Ventilyatorlar, gofralar, santexnik mahsulotlari, kapilniy sistemalar ancha yillardan beri olib kelyapmiz. Yevro standartga javob beradi. Dehqonlarimiz xudo xolasa rozi hammasidan. O'shaning uchun mana necha yillik kafolatga ega va sifatliligi uchun
sizlar bilan hamkorlikda ishlab ko'ryapmiz. Rahmat Xudo katta. xohlasa uyaltirmayapti shu paytgacha ham. Bundan keyin ham birga ishlaymiz degan umiddaman. Qaysi shaharlarda axlajeni ustanovkalarni qilgansiz? Men shu eshitishim bo'yicha boshqa viloyat emas, даже shu O'zbekistondan tashqari hududlarda, ya'ni boshqa davlatlarda ham ko'p joylarda axlajeni o'rnatib keldilar. Даже shu bekorga bejizga yetmadim. Professional ustasi deb aytsa ham bo'ladi. Faqat O'zbekiston bo'yicha emas. Qozog'iston, Tojikiston, masalan, Turkmanistonga bordik. Eng issiq o'lkalardan biri Birlashgan Arab Amirliklariga ham o'rnatdik, Dubay shahrida. Охлаждение Дубае. Построили теплицу. Установка охлаждения идет. Greenhouse Дубай. Cho'l bo'ladi yo. Ha, issiq, jazirama issiqda bizning xizmatimizdan foydalanishdi va Ali barakani ham ko'p mahsulotlarini olib borib qo'ydim. Dubayda, Turkali ham u yerda video davomida ko'rishinglar mumkin o'sha yerda. Qo'ygan issiqxonalarimizni hozir men ekinli ekib hali ham aloqadamiz. Уже ancha yildan beri xizmat qilamiz, o'tga ham borib kontrol qilib turamiz, tekshirib chaqirib turishadi. Siz Dubayda o'shanda axlajeni emas, o'sha общий issiqxona qurib bergansiz. Issiqxona подключ qurib, mana shu sovutish tizimlarini o'rnatib, ekinli ekib, qarab beryapmiz hozirgacha. Atham, this is greenhouse. This is very slow tomato here, cherry. In a net house, tomato is very good. Hello, Atham. They've called us back to work. So this is the greenhouse where they planted the cucumber. As you can see it, the thing has grown up now. So you see the fruit is there. You understand? Very big. O'shanda bitta axlajeni ustasi emas, даже o'sha 0 dan 100% gacha bo'lgan Issiqxonani barcha xizmatlari qo'limizdan keladi. Xudo xolisa dehqonlarimiz rozi. Hammasini taklif qilamiz. Hamma servis xizmatini issiqxona bo'yicha. U xoh zamonaviy bo'lsa, xoh oddiy qatta bo'lishidan qat'iy nazar. Bir sutida o'rtacha hisobda necha pul atrofida ketadi? Ko'p obunachilarimizga qiziq, hozirgi paytlarda ko'pchilik uylarga issiqxona qurayotganlar bor, katta joylarga issiqxonaga axlajeni o'rnatayotganlar bor. Shu issiqxonani общий deb aytaylik, примерно necha pul atrofida ketadi bir sotoga? Agar AQSh dollarida aytsak, $300 atrofida ketadi. Bir sotuga AQSh dollarida aytsak. Teplisa qurish. Issiqxona sovutish tizimini Ha, o'rnatish. sovutish tizimini o'rnatish, Issiqxonani qurish, podключ u endi materialga qarab. materialga qarab. Bu zamonaviy teplitsa, bu masalan mana eng qimmat issiqxonalardan biri. Bu $1,5 million issiqxona. Hamma yo'llari oyna. Hamma joyi oyna, baland. Zamonaviy, bu hamma joy kompyuterlashtirilgan, avtomatlashtirilgan. Hozir sovutish tizimini ham o'sha avtomat kompyuterga ulab, o'zi yoqib, o'zi o'chib ishlaydi. Qishda ham ishlaydi bu axlajeni. Bu axlajeni. Gofrasi emas, ventilyator o'zi ishlaydi. Ha, havo aylantirib Ichidagi namlikni tortib chiqarib tashlaydi. Ha, tushunarli. Namlikni ham kontrol qiladi-da bu ventilyatorlarimiz. Faqat yozga emas. Bunaqa issiqxonalarda qishda ham ishlatiladi. Xo'p, Adham aka, bu yoqda hozir gofra mahsulotlarini ko'ryapmiz. Bu gofralarni, shu mahsulotlarimizni shu ma'lumot berib ketsangiz, bo'yi qanaqa, qalinligi, razmerlari bizning obunachilarimizga qiziq bo'ladi bu savollar ham. Bu yerda bu issiqxonamiz eng baland issiqxonalardan biri bo'lgani uchun bunga 2 metrli, qalinligi 20 lik gofra qo'yganmiz. Yerdan 2 metr balandlik. Nimaga? Chunki issiqlik o'zi tepada bo'ladi, sovuq havo pastdagi oqimda bo'ladi. O'shaning gofrani iloji boricha yuqoriroqga qo'yamiz. Buni gidroponikani hisobligiga ham hisobga olish kerak. Buni gidroponika bo'lgani uchun ham balandga qo'yilgan. Gidroponikada o'zi ko'chat balandda turadi. Yerdan baland turadi. Keyin uzoqligini ham olish kerak. Ko'chat gofrada ancha baland, keyin to'silgan mana. Primoy, to'g'ridan to'g'ri sovuq havo ko'chatga urmaydi.
Shamol qolmasligi uchun. Shunaqa ko'chatga ta'sir qiladi bo'lmasa. Aha. Hammasini o'zini rejalashtirib, agronomlar bilan maslahatlashib bu ishlarni qo'yamiz masalan. Issiqxona ham hamma joyda har xil qurilganda. Masalan, 100 ga 100 qurilgan yoki 1 sotu, 2 sotu, 10 gektar bo'lsa ham bir xil yer ukloniga qaramaydi. Baland pastligiga qurib ketaveradi. U yerda уже murakkabroq bo'ladi, lekin sovutib beramiz. 5 ta tochkani bir xil sovutish kerak. Bizning maqsadimiz o'sha dehqonlarga ko'chat bir xil o'sishini, iqlimini yaratib berish. Tushunarli. O'shani hisobga olgan holatda shu gofrlarni baland past Shunaqa oldin ilgari masalan bir 15 yillar oldin bu yengillik edi. Sovutish tizimi O'zbekistonga birinchi kirib kelganda qo'yayotganlar yo qo'ydirishni rejalashtirganlar oldin maslahatlashardi. Axlajniyani sovutish tizimini qo'yishimiz uchun issiqxona qanaqa quraylik derdi. Bu faqat issiqxonalarga emas, fabrikalarga, sexlarga, zavodlarga o'rnatamiz. effektlari yaxshi bo'ladi. Xudo xolisa effektlari yaxshi. Demak, bu degani issiqxona qurishdan oldin Adham akam o'zlaridan maslahat olib qurganinglar yaxshi. Ya'ni bu kelajakda balkim sizlar ham o'sha axlajeniya mahsulotlarini o'rnatayotganinglarda balki qiyin bo'lmas. Ya'ni oson bo'ladi. Ham bu xarajatga ham bog'liq. Masalan, siz aytganingizdek uklonlar bo'ladigan bo'lsa, xarajatlar ko'p bo'ladi. Xarajat oshib boraveradi. Oshib boraveradi. Уже не standart teplitsalarda masalan, не standart deganda 3 burchak qurish boradi. Yerga qarab qurishadi issiqxonalarni. Не standart teplitsalarda уже bu ham uzun. Bu ham уже xarajat ko'proq. 2 ga 2 issiqxonada. Buni xarajati уже 1,5 barobar ko'proq oddiy standart issiqxonalarga qaraganda. O'z standart issiqxonalar 40 metrdan agar uzog'i bo'lsa, уже не standart hisoblanadi. Tortish qiyin bo'ladi. Uzunligi, ventilator bilan gofrani orasi 40 metrdan oshib ketsa, уже не standart. 40 metrgacha hamma joyini 5 ta tochkani, masalan, ko'chat ventilator taraf, gofra taraf bir xil sovutib beradi. Sovutib beradi. 40 metrdan oshdimi, уже xarajat ham oshadi. И уже murakkablashadi sovutish. Xo'p, bu yerda hozir ko'ryapmiz, o'sha tepaga o'rnatib ketgansiz. Naryoda. Tak, o'rtasiga qo'yganimiz uni 200 metr uzunligi, eniga ham 200 metr, 100 metr o'rtasiga qo'yganmiz. Ventilator kerakli darajadan ko'proq qo'yilgan. Ventilator faqat o'rtaga qo'yilmagan, u bo'lib qo'yilgan. Gofra masalan katta gofra qo'ygandan keyin ventilator tortayotganda masalan mana sovuq havo kelayotganda ilib qoladi ventilatordan chiqib ketguncha. Ha, to'g'ri. Дополнительный qo'shimcha ventilatorlar qo'yilgan tezroq kelish uchun. Demak, общий tushuncha bo'yicha hisob-kitobdan ko'proq qo'yilgan ventilatorlar. Axlajeni o'rnatilayotganda gofralar yerdan qancha balandlik bo'lishi kerak o'zi standart bo'yicha. Gofralarni olib oddiy teplitsalarga masalan gofra bilan ventilator qancha baland qo'ysa shuncha yaxshi soviydi. Issiqxonaga balandroq joylarga qo'yilish kerak. Balandroq joylar. Ekinni uzunasiga ekiladigan tarafga qo'yilish kerak. Tushunarli. Bir xilla yerga yonmachasi ham qo'yib qo'yadi. Unaqa hatto yonmachasiga qo'ysa ham bo'ladi. Uni ham ekinga qarab. Ekinga qarab. Gullaga bo'ladi. Gullaga. Mana bunaqa pomidor, bodring, baqlajon unaqalarga uzunasiga qo'ygan yaxshi. Uni maslahatlashgan yaxshi, eng yaxshi. Xo'p, Adham aka, hozir mana ventilatorlarni ko'ryapmiz. Bu yerda nima uchun zich qo'yilgan? Bu yerda tepaga qo'ygansizda, bu yerda bunaqa yonmachasi qo'yilgan. Shu haqida ma'lumot bersangiz. Bu issiqxonamizda masalan uzunligini hisobiga zich qo'yilgan. Keyin pardalari ko'p ishlaydi bu yerda. Pardalari keyin hosilga qarab bu yerda troslar tushadi. O'shani hisobga olib uzunligi 80 metr. 80 metr bo'lgan hisobiga zich qo'yilgan. Boya aytgan standart tipda bo'lgani uchun, sovutish qiyinroq issiqxona bo'lgani uchun bu yerda 2 barobar ko'proq ventilatorlar qo'yilgan. Eng kattasi 1.40 qo'yilgan. 1.40 280 da ishlaydigan. O'sha nimaga hammasi hozir ishlayotibdi-yu, qanaqasi ishlaydi bu? O'chib yonadimi yoki shu haqida? Ventilatorlar o'chib yonadi. Avtomatlashtirilgan hammasi, gofra ham, ventilator ham. Necha gradusga qo'yib qo'yishsa, mana o'simligiga qarab qo'yiladi. Pomidorlarniki masalan 27 dan 28, 26 dan 28 gacha. Gullarniki уже 22-24 gradus. O'zligi dehqonlarimiz xohlagan gradusga qo'yib qo'yadi.
quyosh chiqib kelgan tarafdan boshlab yonib kelaveradi. Issiqli tarafdan. Qattiq issiq bo'lsa o'sha yerda yonib o'chib ishlayveradi. Ventilatorlar. Shahamat tarzi o'cha yonib avtomatlashtirilgan. Tushunarli. Deb aytaylik, mana o'tgan yilda, undan oldingi yilda yozlarda haqiqatdan jazirama issiq bo'lyapti, o'sha O'zbekiston hududlarida. Daji quyoshlarga o'zi pagodalarga telefonlarda, televizorlarda qarasak 45 deydi. Lekin o'zi ko'chalarda tashqarida tursak, gradusni qo'yib qo'ysak 50 dan oshib ko'rsatadi. Misol uchun mana bu ham katta ochiq joy, teplitsalarda ochiq joylarda quriladi. Masalan, 50 gradus deb aytaylik. 50 gradusda issiq bo'lsa, ichkarini necha gradusgacha sovut bera oladi? Ichkarini maksimal darajada 24 gacha chiqa oladi. 24 gacha. Tashqarida 50 gradus, 48 gradus bo'lsa. Keyin buni qo'ygandan keyin обязательно katta joymi, kichkina joymi generator qo'yish tavsiya qilamiz. Generator qo'ymasa, bu уже tok o'chib qolish ehtimoli ham katta. Tok o'chib qolsa, ekinga juda qattiq ta'sir qiladi. To'g'ri. 2 soat, 1 soat ichida ichkari уже 50 gradusdan yuqori bo'lib ketadi. Zarari ko'p. Ko'pchilik tushunmaydi. Mana shunaqa qilib aqlajniyani qo'ygandan keyin biz aytib ketamiz, generator qo'yinglar. Ko'chatni risk qilmanglar. Svet o'chib qolsa, ichkari уже o'zini ushlab tura olmaydi, sovuq. Sразу isib ketadi. 50 gradusdan yuqori bo'lib ketadi ichkari 2 soat ichida. Bu ko'chatga qattiq ta'sir qiladi. Bu narsani bir xil tushunmaydi-da, aqlajniya yo'q. Qo'ygan edim, aqlajniya o'chib qoldi. Ko'chatimga ta'sir qildi. Qishda sovurib ketsa, yozda issiq bo'lib ketadi. Top turgan mahsulotlar bir pasda ezilib ketadi, issiqdan yorilib ketadi. Gulga ham, boshqa ekinlarga ham masalan generator qo'yishni tavsiya qilamiz. To'xtamasdan bu ishlab turishi kerak. Qishda masalan kotel o'chib qolsa, sovib ketadi. Bunga обязательно generator qo'yishadi-da deb qo'yadi. Bunga ham qo'yishni tavsiya qilamiz. Albatta. Keyin yana bitta savol. Qancha vaqtda o'sha siz aytayotgan masalan 24 deysiz. Deb aytaylik, bir 28 gacha. 28 gradus bu yoq kerak deb aytaylik. Qancha vaqt ichida sovut bera oladi? Aqlajniyada. Buni razmeriga qarabmi? Qancha vaqtda degan ertalabdan уже avtomatga qo'yib qo'yish kerak. Ruchnoy qo'yishsa, masalan, ertalabdan havoga qarab, gradusniga qarab oddiy yoqish kerak. Obedda kelib esdan chiqib qolib, masalan, yoqsa, buni sovutish juda qiyin ichkari. Ichkarida issiqlikni olib chiqib tashlaguncha ko'chatlar stressga tushadi. 1 soat ichida masalan gradusga keltirsa, o'zi 28, ichkari 50 bo'lsa, obedda keldi, dehqon esdan chiqib ketdi. Yoqdi agar ruchnoy bo'lsa. 2 soat, 1 soat ketadi bu sovutishga, ko'chatga qattiq ta'sir qiladi. O'shanga avtomatika qo'ygan yaxshi. Tokka. Avtomatika o'zi o'chib, yonib ishlayveradi. Tushunarli. Xo'p, shunchalik qimmat ma'lumotlar berdingiz. Sizga kattakon rahmat aytib o'tamiz. O'sha bizani mijozlarimizga, ya'ni bizani obunachalarimizga bersangiz, o'zingiz skidka qilib berasiz har doimda. Xudo xohlasa. Sinfkalarni. Xizmatlarimizni. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana o'zingizlar aytganinglardek, o'zingizlar so'ragansizlar, menga yaxshi usta, даже mana tavsiya beramiz, Adham akamni, даже o'sha professional darajada deb aytsam ham bo'ladi. Aqlajni mahsulotlari kerak bo'lsa, Ali Barakaga tashrif buyuraverasizlar, maksimal taqalgan optim narxlarda qilib beramiz. Aqlajni ustasi esa o'sha Adham akam nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaversanglar, o'sha Ali Baraka nomidan chiqsanglar, xudo xohlasa chiroyli narxlarda inshaalloh chiroyli qilib, mashinaga o'xshab, fayzli qilib o'rnatib ketib berishadi. Ali Baraka, barakali hosilingiz manbai.